Assalomu alaykum, Radmir RP va Hustle Online o'yinchilari. Akalar savol berishibdi, Radmir RP va Hustle Online o'yinchilaridan biri. Assalomu alaykum, menga yordam kerak, qanaqa qilib do'stimga pul o'tkazaman degan savolni bergan ekanlar do'stimizni. Hozir mana Azizbek degan bola bor, bankning ichida o'tiribdi va hozir biz unga pulni o'tkazib beramiz deganlar. Qarochi hozir kir Azizbek. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma biladigan, masalan ekan, kommentariya deydimi, SMS yozadigan deydimi, mana shu joyni bosib olib, /pay joy tashab, ID'si 36 ekan, 36 joy tashab 4000 rubldan pastanat qilsa bo'ladi, lekin tepa qilib bo'lmaydi. 4000 rubl eng maksimali. 4000 rubl mana tirs o'tkazib berdi. Tepada 4000 rubl chiqdi. Bu eng oddiy yo'li. Mana shunaqa qilib o'tkazsanglar bo'ladi. Lekin ikkinchi yo'li bor. Katta pul obmen qilayotgan bo'lsanglar, do'stinglarga mana bu joyga kelamiz-da, bankdan yangi shot ochamiz. O'rganib olinglar. Buni video qilamiz, xudo xolasa. Prosta hozir ko'rsatamiz, juda osonligi uchun. Spisoy Max shot qilib, yangi shot ochib olasizlar. Birinchi pastdan yangi shot ochib olib, keyin Simizo kirasizlar. Mana sizlarga raqam beradi. Kirib, pin kod degan joyi 4 ta 0 bo'ladi. Kirib, bu yerdan перевести на другой счет kirib, o'sha do'stingizni hozir raqam beryapti o'zunchoq nomer deb. O'shani kirgizib 100 ming rubldan tepa yo 100 ming rubllar pul tashlaysizlar, shunda obmen bo'ladi. Va istoriya operatsiya mana bu yerdan necha pul rubl o'rtog'ingiz tashlaganini ko'rib olsangiz, mana nomer shot, mana nomer shotim. Kartamning kimdir mana shu raqam orqali pul o'tkazib yuborsa bo'ladi akalar. Salomat bo'linglar, rahmat. Lekin onlayn bo'lish kerak do'stingiz.